Mani kambag'al odatlarim degan trendda ko'plar o'zini ekonom qilish haqida gapiradi. Bugun biz siz bilan mani rostdan ham kambag'al qiladigan odatlar haqida gaplashamiz. Yaxshi mashina hamda uy-joy hozirgi vaqtda mani oliy maqsadlarimdan biri. Oliy deyish sal noto'g'ri, lekin baribir ko'p narsadan ustun turadi. Ko'pchilik mashina, uy-joy, temir tersak nima qilasizlar, sayohat qilinglar, krugozor oshiringlar degan vaqtda mani miyamda mashina olish hali ham hayotiy zarur degan tushuncha bor. Ikkinchisi, men pul yig'ishni bilmayman. Qo'limga pul tushsa darrov yaqinlarim hamda o'zimning ehtiyojlarimga ishlatib yuboraman. O'ldim deganda 10% ni olib qolsam ham baribir 2 haftadan keyin qaysidir joyga ishlatishga to'g'ri kelib qoladi. Yoki har doim yurgan pullarimni barchasini ota-onamga olib chiqib beraman. Va uchinchi odat, menimcha barcha odatlarimdan eng foydalisi, kiymaydigan kiyimlarim hamda texnikalarimni bir-bir ilovasida sotib yuboraman. Chunki birinchidan tez sotiladi, komissiyonnisi yo'q va yetkazib berish xizmati ham bor. Bitta gap bilan yo'q joydan pulday. To'rtinchisi va shu yerdan xulosa qilsak bo'ladiki, men keraksiz narsalarni sotib olishni yaxshi ko'raman. Har bitta olayotgan buyumim vaqtida menga hayotiy zarur. Men shu narsasiz yasholmayman deb o'ylayman. Misol uchun proyektor, men shuni orqasidan qancha yugurganman, lekin olganimdan beri faqatgina 3 marta yoqib ko'rdim. O'zi bilan olgan buyumim zo'r, shunchaki ishlatish esimdan chiqib qoladi. Va bu narsa nimaga kambag'al odatga kiradi? Avval o'zimga qaysidir darajada finansiy po'zbolit qila olmaydigan narsalarni o'rnini hozirgi xaridlarim bilan yopmoqchi bo'laman. Va bu narsa albatta kelajagim uchun pul yig'ib qo'yishga xalaqit beryapti. Agar ikkinchi qismini xohlasangiz, izohlarda 2 raqamini qoldiring.